Kelin paşa. Qarang. Olgan ko'ylagim yoqdimi? Necha yosh berasiz? Hozir yoshlarini katta etsam jahllari chiqadi. Oyijon, 18 yosh qizlarga o'xshab qopsiz. Esiz joydami? Ustidan kulyapsizmi? Kesatyapsizmi? Qudandalik bo'lgan xotin 5 ta nevarasi borgan 18 berar ekanmi? Qulog'ingizni eshitib gapingizni tavba qildim. Kelin paşa. Voy kelin paşa. Ko'p katta xotini qilayotgan ishini qara. Yoshini so'raydimi? Qani, stilim. Necha yosh berasiz? Yosh ko'rinasiz dedim, ustimdan kulyapsizmi dedilar. O'zlarini yoshini aytaveraman. Oyijon, 50-60 yosh. Nima deyapsiz? Men bir sirli qarang, men bir turishni qarang. Qanaqa 60 yosh? O'ylab gapiring 60 yoshda. Vormani ko'rmaysizmi? Vormani ko'rmaysizmi? Tavba qildim. Klinikda hammani qaynanasi shunaqami? Sizlarni ham qaynananglar klinikasi mana shunaqa o'tkazyaptimi?